Men ularni o'ldirdim. O'sha ikkisini men o'ldirdim. Odamlarning hayoti o'yinchoq emas. Kim o'lish o'lmasligini tanlashga haqqim bormi? Yo'q. Hammasi to'g'ri. Bu haqda anchadan beri o'ylayapman. Dunyoyimiz jarlik tomon qulayapti. Gunohkorlar o'limga mahkum. Kimdir buni qilish kerak-ku axir. Buning uchun hayotimni qurbon qilishga to'g'ri kelsa ham, bu yoqqa shunday davom etavermaydi. Agar bu daftar boshqasiga tushib qolganida, bu dunyodagi gunohkorlarni yo'q qilishga jur'ati yetarmidi? Hech qachon. Lekin men buni qila olaman. Aslida bunga qodir yagona menman. Daftardan foydalanib bu dunyoni butkul o'zgartiraman.